Salom do'stlar, bugun sizlar bilan biz mana bunday video qilishni o'rganamiz. Bizga kerak bo'ladi. Pingimiz to'g'ri bo'lishi kerak va pingimiz normalniy bo'lishi kerak. Va bizga mashina va o'zimizga mos bo'lgan nastroyka holati kerak. Mashinaga chiqish va mashinadan tushish knopkalarini o'zingizga qulay joyga qo'yib olasiz. Men ham o'zimga to'g'rilab qo'yib oldim. Va mashinaga o'tirgan holda pingingizga to'g'ri qarang. Ping baland bo'lmasligi kerak. Va tekisroq joyda amalga oshiring. O'xshashi kerak. Birinchi urinishimiz o'xshamadi. Bu ko'plarda birinchi urinishga o'xshamaydi. To'g'risiga mashinani xato olibman. Ya sizda to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin hozir men video olayotganimda telefonim qotmoqda. Shuning uchun mana shu mashinamizda to'g'ri o'xshashi kerak. Mana shunday qilgan holatda o'xshatib ketishingiz mumkin va o'zingiz ham chiroyli videolar olishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosish va obuna bosish esdan chiqmasin. Hammaga xayr.